212 daman kelinglar bitta funksiyani ko'rsataman. Endi bu narsa 212 da bor. O'rtoqlar, endi 212 ni off-road varianti tayyor sotuvda bor. Mana oldimda turgan ekzemplyar. Shunda olasiz va off-roadga chiqasiz. O'rtoqlar, bu 212 boshqa 212lar bilan nimasidan farq qiladi? Hozir qisqacha tushuntirib beraman. Avvalambor bu 212 ishlab chiqaruvchi tarafidan bundan oldingi aytganimdek tayyor off-roadga jihozlangan. Bular nimadan iborat? Birinchi navbatda bu oldi bamferi, ya'ni bamferi haqiqiy silovoy. Undan tashqari lebyotka uchun tayyor plashatka qo'yilgan, ya'ni siz buni olib shunday lebyotkani qo'ysangiz, ortiqcha plashatka uchun pul xarajat qilishingiz shart emas. Undan tashqari yana bitta qilishgan bitta qizuv joyligi bor ekan. Men o'zimga shaxsan yoqqan tarafi bamferi mana bunaqa qilik joyini shunday yechib tashlasanglar, bamfer kichkina bo'lib qoladi deb va siz xohlagan gradus toshingizga deyarli bemalol chiqib ketasiz. Bundan tashqari 33 dyumga ega bo'lgan ati balon, kuchaytirilgan diska va Atlas off-roadga mo'ljallangan amortizator tayyor. Suvdan o'tish uchun alohida bir shnorkel qo'yilgan, ya'ni buni sifati o'zimizga qo'yilgan shnorkellarga qaraganda ancha farq qilinar ekan. O'shaganda ham na o'shib, baqvat va qattiq turibdi. Orqa qismida ham silovoy bamferlar o'rnatilgan. Boshqa qo'shimcha bir o'zgarish yo'q. Asosiy o'zgarishlar funksionallik va mashinani sotib olganingizdan keyin siz tayyor off-roadda bemalol yurishingiz uchun bu mo'ljallangan mashina. O'zida, ya'ni sotib olganingizdan keyin tayyor mana elektrik paroglari bor. Hozirgi oddiy 212 larda ham bu narsa chiqyapti, lekin buni sezilarli farqi oddiy 212 bilan buni balandligini sezsangiz bo'ladi. Va bundan oldingi ko'rsatgan bir narsam bor. Eng qiziq bir narsa bu охотник va ribalkaga chiqadigan insonlar uchun bu juda ham kerak. Asosan охотникlar uchun. Shundoq faroiskatellar mashina o'zidan deyarli 260-280 gradusga aylanadigan faroiskatelni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va bu narsa hammasi ishlab chiqaruvchi tarafidan qo'yilgan, hech qanaqangi bir qo'shimcha jihoz emas. Agar siz shu mashinaga qiziqayotgan bo'lsangiz, unda ozgina ulgurib qolishingiz kerak. Sababi limitированный variantda olib kelishgan, ya'ni sanoqli soni bu mashinalarni avtosalonga murojaat qiling. Tayyor mana turibdi, mashinani kelib jonli ko'ra olasiz va kontrakt tuzib bemalol haydab olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa bir qisqacha bir ma'lumot berib o'rtoqlar. Yoqqan bo'lsa, izohinglarni yozib ketinglar. Sizlar shu mashinani olgan bo'larmidinglar yoki oddiy variantini tanlab turib, o'zingizlar tuning qilgan bo'larmidinglar?